Ne'mat Xalpat. Ne'mat Xalpat Hijriye 1305 yılı Ramazan ayının 14. günü, yani miladiye 1888 yılı 25 may Cuma günü Turpan şehriga qarashliq Lükçün Bazırdaki Sirkip Tor degan joyda Davud Axun atliq bir Uyg'ur dehqonning uyida dunyoga kelgan. Uning o'lchamlik ismi Ne'mat bo'lib, arabcha ne'mat, ya'ni Xudoning iltifoti va barakati degan ma'nodagi so'zdan Uyg'urchaga shu peti o'zlashgan so'z edi. Biroq keyinchi kishilar uni Ne'mat deb atashgan. Natijada shundoq atash odat bo'lib qolgan. Ne'mat Xalpat 1895 yildan boshlab o'zining ismini qo'ygan imomning yonida boshlang'ich saviya bilimlarini o'rganishni boshlagan. Ne'mat Xalpatning otasi Davud Axun Molla Zaydinga qattiq havas qiladigan bo'lg'ashqa, o'z o'g'liningmi shundoq zerak molla bo'lib yetishib chiqishini to'limi orzu qiladi. Shu vajidan u har qitim Lükçün xon ordusining oldidan o'tganda o'g'li Ne'mat Xalpatga 400 yil burun Sultan Said xonning otasi Sultan Ahmad xon davrida yasalgan Lükçün xonlik orda va xonlik madrasasini ko'rsatib turib, bu yerda o'qigan nurg'un odamlarning jahon so'rab, elni adolat bilan boshqarib, olamdan o'tganligini so'zlab beradi. Shunga Ne'mat Xalpatmi kichik chig'idan boshlabla Lükçün xonlik madrasasida o'qish istikini ko'ngliga pukkan edi. Darvaqa Ne'mat Xalpat mahallasidagi imomning yonida turgan qisqig'ini necha yil ichidala boshqa savoqdoshlarini qattiq hayron qoldirib, mo'ljardikidan necha yil burunla Lükçün xonlik madrasasiga o'qishga kirib, Turpandagi eng oliy diniy bilim yurtidagi yeshi eng kichik talibga aylangan. Xonlik madrasasining bosh mudarrisi Seyit Niyoz Qozi Axunim uni madrasadagi eng yosh va erkin dunyoda ilm tahsil qilib kelgan Mehmet Niyoz Qozi Axunimga topshirib bergan. Ne'mat Xalpat bu ustozidan tashqi dunyoda bo'layotgan yangi o'zgarishlar va ilg'or fikrlarni qabul qilib, ayni chog'dagi Turpan viloyatida sanoqli ilg'or fikrli kishilarning biriga aylangan. 1908 yılı Emdila 20 yaşga kirgan Ne'mat qori Lükçün xonlik madrasasida Xalpatlik unvoni, ya'ni yordamchi mudarrislik martabasiga erishgan. Shu kundan boshlab Lükçün xalqi uni birdek Ne'mat Xalpat deb atashga boshlagan. Bundan burun uni Ne'mat qori deb atashadi. Ne'mat Xalpat xonlik madrasasida toki 1911 yilgacha xalpatlik qilgan. Shu yili otasining vafot bo'lib ketishi bilan madrasadan istifa berib chiqib, ot kasbiga varislik qilib tirikchilik qilgan. 1912 yili atiyozda Qumulda Temur xalifa boshchiligida Shomaqsud Vanga qarshi dehqonlar qo'zg'oloni ko'tarilgandan keyin shu yili 12-oyda Turpandimi Mo'ydin Xalpat boshchiligida dehqonlar qo'zg'oloni ko'tarilgan. Ne'mat Xalpat bu qo'zg'olonlarni madihalab, Barikallah nomli dastonini yezib bitirib, Turpan Uyg'urlari ichida shuhrat qozongan. 1913 yili 6-sentabr Yangzingshin Temur xalifa bilan Turpanlik Mo'ydin Axunim qatorliqlarni fojialik o'ltirib, Urumchidagi Temur xalifa qo'shinlarini echinishlik bostirgan. Bu xabar joylarga yetgandan keyin Ne'mat Xalpat pushaymon, hasrat nomli she'rlarini yezib, o'ltirilgan qo'zg'olonchilarga ta'ziya va madiha o'qigan. U xalqning bu ochiq savoqni esida tutib, davomli inqilob qilishini qo'llagan. Uzun o'tmay u yana 1907-yildagi Qumul dehqonlarining Rajab aka boshchiligida elib borgan mashhur Turpanliklar qo'zg'olonidan 1912-yili Temur xalifa boshchiligida elib berilgan Qumul xalq qo'zg'olonigacha bo'lgan jarayondagi Ahmad Tamoq bilan Mo'ydin xalifa boshchiligida elib berilgan Turpan qo'zg'olonchilarining kurash irodasi va oxirgi mag'lubiyat ahvoli aks ettirilgan
cho'ng tipdagi tarixiy dostonini yozgan. Uning qalam quvvatidan istiqbolini ko'rib yetgan Turpan ostonida turishliq Muhitboy darhol cho'ng o'g'li Maqsud Muhitini avatib, Namat Xalpatni Lukchindan Turpanga taklif qilib akilib, Lukchindagi vanglarning uningga ziyonkashlik qilishidan saqlab qolgan. Namat Xalpat ostoniga ko'chib kelgan hamon Turpandagi nurg'un mo'tivarlar va oqsoqollar uni ostonida bir maktab ochib, o'z bolalarini zamonga loyiq qilib tarbiyalab berishini umid qilishgan. Ani shular ichida Turpan yangi shaharlik katta savdogar Abduxoliq Uyg'urning ona taraf bovisi Mijit Hojimi bor edi. Namat Xalpatning ta'siriga cho'nqur uchirgan va uni ulgi qilgan Abduxoliq Uyg'urning 1926-yili kuzda Sovet ittifoqidan qaytib kelibla tunji bo'lib, Lukchindagi Namat Xalpatni yo'qlab kelishimi tasodifiylik emas edi. Shunda qilib, Namat Xalpat necha yil ostonida mudarrislik qilib, yana uzun o'tmay Lukchin Vangning taklifi bilan xonlik madrasasiga mudarrislikka taklif qilinib, Turpandagi bir avlod yoshlarni zamonga loyiq tarbiyalashga boshlagan. Qisqasi, Namat Xalpat 1912-yildan 1932-yilgacha bo'lgan 20 yil jarayonida Muhitiylar oilasi va Abduxoliq Uyg'ur jamoati qatorliqlar bilan o'zgacha quyuq munosabat o'rnatib, hammaylan birlikda Turpan xalqining jumladan butun Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning istiqboli va kelajagi uchun tinimsiz kurash qilgan. Ularning chorak asrlik oqartish va qalam kurashlari natijasida 1931-yili Qumuldan boshlangan alam kurashi 1933-yilga kelganda butun Sharqiy Turkiston miqyosiga kengaygan. Bu chaqda Namat Xalpat Uyg'ur inqilobchilarining ma'naviy yo'lboshchisiga va sardorlarning ishonchlik mushaviriga aylangan. 1933-yili 2-oyning oxirida Turpan shahri ozod qilingandan keyin Temir Jisa va Abduxoliq Uyg'urlar Turpanni qo'g'dashga qilib, Namat Xalpat va Mahmud Muhiti Pichanni ozod qilish uchun 2000 dak odam bilan yo'lga chiqqan. Maqsud Muhiti bilan Hamdulla Alam Xo'janiyaz hojini taklif qilish uchun Qumulga mangan. Namat Xalpat bu qitim Mahmud Muhitining mushaviri bo'lgan. Jallod Shingsay 1933-yili 8-martgacha Lukchinda 5000 dak Uyg'ur yigitlarini qirib tashlagandan keyin Pichandimi necha ming odamni qirib tashlab 3-oyning 12-kuni Turpanda Temir Jisa va Abduxoliq Uyg'ur qatorliq qo'zg'olonchilarning tayanch kishilarini qilish bilan chepib tashlab, bir haftadan keyin Urumchiga qechiyotganda Mahmud Muhiti va Namat Xalpatlarning qo'shoni uningga hujum qilib, Davanchingacha qo'g'lab borgan. 1933-yili 6-oyning 4-kuni Jemisar putimi imzolangandan keyin Namat Xalpat Xo'janiyaz hojining yenida turib, mas'ul kotib va maslahatchi bo'lib ishlagan. Mahmud Muhiti 1934-yili yozda Sharqiy Turkistonning janubiga 2-chi qatim yurish qilib, Qashqarni ilkiga olgan chaqda o'zining koni maslahatchisi Namat Xalpatni Xo'janiyaz hojimdan so'rab Qashqarga elib ketgan. Namat Xalpat Qashqarga borgandan keyin Mahmud Muhitining diviziya qurish ishiga zo'r yordamda bo'lgan va diviziyaning bosh maslahatchisi bo'lib ishlagan. Xo'janiyaz hoji o'lkaga muavin rais bo'lib Urumchiga ketgandan keyin Shingsay nihoyat ustulik bilan Mahmud Muhitini yolg'iz qoldirish maqsadi bilan uning yenidagi bir bo'lik intayin qobil kishilarni Urumchiga yo'tkab ketgan. Shingsay shular qatorida yana Namat Xalpatni o'lkalik bankining muavin banki boshlig'i qilib tayinlab 1934-yili 11-oyda unimi Urumchiga yo'tkab ketgan. 1937-yili Shingsay qonliq qilichini ko'tarib chiqib, ochiq oshkora holda cho'ng tutqun qilishni boshlagan chaqda Namat Xalpatmi qo'liga elinib, shu yili 12-oktyabr kechasi 5-turmaga tashlangan. Namat Xalpat Urumchida jami 7 yil turma azobini tortgan. U dastlab Shingsayning Urumchidagi 5-turmasida,
keyin 4-chi va 2-chi turmada, eng oxirida Urumchi Do'nko'rik, hozirgi 2-chi doktorxona o'rnidagi Sopun zavodi deb atalgan turmada Ahmadjon Qosimiy qatorliq ilg'orlar bilan birga yotgan. Na'mat Xalpat 1946-yili 6-oyning oxirida Ahmadjon Qosimiyning kuchli tashabbusi bilan turmadan bo'shatilib Turponga qaytgan. Keng xalq ommasi bu qitim uni qizg'in qarshi elib himoya qilgan. Bu chaqda Na'mat Xalpat Turponda Turpon sherkiti nomli savdo sherkitini qurgan va uning bosh mas'uli bo'lib, xalqni savdo tashkilotiga uyushtirish orqali Xitoy amaldorlarining qonunsiz savdosini cheklagan. Na'mat Xalpat 2-Jumhuriyat davridimi Ahmadjon Qosimiy qatorliq rahbarlar bilan qo'yiq aloqani saqlab, Turpon, Urumchi va elidagi xizmatlari bilan xalqining ozodligi uchun kurash qilgan. Na'mat Xalpat 1957-yilning oxiri Xitoy doiralari boshlagan yerlik millatchilikka qarshi harakat nomli siyosiy terrorlik mazgilida tortib chiqarilib, boshqa nurg'un sabdoshlar bilan birga og'ir azob chekkan. Shuning ta'sirida Na'mat Xalpat 1962-yilning 5-ida og'ir darajadagi qon ketishish, yurak sanjiqi va yuqori qon besimi qatorliq xatarli kasalliklarga giribtor bo'lib, shu yil 6-oyning 8-kuni juma 74 yoshida Urumchida vafot bo'lgan. Turponliklar uning jasadini liq muz qachilangan kozublik mashina bilan Urumchidan Turpon Mo'rtoqdagi Mavloni Abdulhamid Xo'jam mazirga opirib dafn qilgan.